Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga xayrli kun. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Qizlarjonlar, bugun bizada minnatdorchilik marafonini 16-kuni. Qizlarjonlar, bugun 16-kuni vazifasi shundan iborat bo'ladiki, har bittamizni hayotimizda baribirga bizga qanaqadir o'sha nima deydi? Qiyinchilik bergan yoki bo'lmasam bizani hayolimizda o'sha yaxshi emas hissiyot qoldirgan yaqinlarimiz bor yoki qarindoshimiz bo'lishi mumkin yoki turmush o'rtog'imiz bo'lishi mumkin. Biza eslaganimizda shu yomon hissiyotlar bilan eslaydigan vaziyatlarni bizga olib kelib bergan insonlar bor hayotimizda. Aynan o'shalar uchun bugun minnatdorchilik bildiramiz. U bo'lishi mumkin, masalan, turmush o'rtog'ingiz, agar ajrashib ketgan bo'lsangiz, ajrashib ketgan turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Bo'lmasam, o'sha urushib qolgan paytlaringizni eslab yoki bo'lmasa sizga qilgan xiyonatini yoki boshqa yoningizni olmaganini yoki qaysidir joyda nimadir degan gapi sizga tegib ketib qolib, haligacha o'sha ichingizda ushlab yurgan o'sha vaziyatlarni o'sha vaziyatlarni bizga bergan insonlar uchun minnatdorchilik yozamiz. Aslida har bitta insonni hayotida bizga o'sha o'zimizni предназначениямыз, ruhimizni missiyasini amalga oshirishimiz uchun bizga yordam beradigan insonlar bilan birga yashaymiz yoki ular bizning hayotimizda uchraydi. Sizni hayotingizda shu kungacha uchragan har bitta inson u yaxshilik olib kelganmi, yomonlik olib kelganmi, og'riq berganmi yoki bo'lmasa huzur berganmi sizga? Ular har bittalari aslida sizni taqdirdosh sherigingiz. Siz o'sha missiya yo'lingizdan adashib ketmasligingiz uchun yoki bo'lmasa noto'g'ri ketayotgan paytingizda sizga o'sha to'g'ri yo'lingizga tushib olishingiz uchun sizga yordam bergan insonlar aslida turtkilab bo'ladimi, urib bo'ladimi yoki bo'lmasa og'riq berib bo'ladimi yoki поддержка qilib bo'ladimi, har qanaqa yo'l bilan bizga o'sha missiya yo'limizdan borishimizga yordam bergan insonlar bo'ladi. Bular bizga Xudoning sovg'asi aslida. Xudo hadya qilgan munosabatlar bo'ladi. Xudo hadya qilgan munosabatlardan eng birinchisi bu ota-ona. Ota-onani siz hech qanaqasiga xohlasangiz ham o'zgartira olmaysiz uni. Baribir o'sha biologik ota-onangiz o'shaligicha qolaveradi. Yoki bo'lmasa farzandingizni hech qanaqasiga o'zgartira olmaysiz. Kimgadir berib yuborishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Baribirga ham uni biologik ota-onasiligingizni hech qachon inkor qila olmaysiz. Xuddi shunaqa mana farzandimizning otasi. Yana boshqa munosabatlar. Lekin bizga bilsanglar, ichimizda juda ham katta og'riq beradigan insonlar, biza ko'p payt eslab yuradigan insonlarimiz-da ularning og'rig'ini. Bular hammasi aslida bunday olib qarasangiz, biza haqiqatda o'sha ahamiyatini oshirgan insonlar. Bundan kelib chiqadiki, bizga ko'proq yaqin bo'lgan insonlar bo'ladi. Sizga ham shunaqa og'riq bergan insonlar bo'lsa, balkim u yaqiningizdir, balkim yaqiningizdir emas. Buni umuman farqi yo'q. Aynan o'sha sizga og'riq bergan, sizga tepki bergan insonlarga minnatdorchilik bildiramiz qizlarjonlar. Masalan, turmush o'rtog'ingiz ajrashib ketgan bo'lishi mumkin. Yolg'iz o'sha farzandlaringiz tarbiya qilgan bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, yana shunga o'xshagan juda ham ko'p sabablar bor. Har kimning o'z og'rig'i bor baribirga ham. Qaysidir o'sha inson bilan bo'lgan qanaqadir og'riq bo'ladi. O'sha siz buni qanaqa yozasiz, masalan, buni qanaqa topasiz? Hozirgi kungacha unutib olmayotgan og'rig'ingiz. O'sha og'riqni sizga kim bergan? Ana o'sha insonga minnatdorchilik yozamiz. Albatta o'sha og'riq bergan insonni baribirga ham qanaqadir yaxshi tomoni bo'ladi. Siz u bilan kontaktga kirishdingizmi, demak uni qaysidir yaxshi tomoni uchun o'sha yaxshi tomoniga ishonib, u bilan kontaktga kirishgansiz. Keyin balkim o'sha kutuvlaringiz oqlanmasdan balkim mana shunaqa og'riqlar bergan bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha oddiy misol qilib aytaman, turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashib ketgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yomonlashib ketgan, orangiz uzoqlashib ketgan, yaqin emassiz. Xuddi nomiga er-xotinsiz tipa, lekin baribir ko'nglingiz qolib ketgan qanaqadir ma'noda. Yoki bo'lmasam bo'lishi mumkin ota-onangiz bilan shunaqa yoki aka-ukangiz bilan shunaqa yoki qaysidir farzandingiz bilan shunaqa. Mana shu bizga o'sha og'riq bergan insonlarga minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, oddiy misol aytaman, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men umumiylikda aytib ketaman. Masalan, turmush o'rtog'i bilan ajrashgan inson qanaqa minnatdorchilik bildirishi mumkin o'sha insonga? Masalan, aytishi mumkin, mana palonchi, sendan minnatdorman. Sen menga birinchi o'sha ayolligimni his qildirib berganing uchun. Masalan, o'sha menga uylanib, men o'zimni kelin his qilganim uchun, ayol his qilganim uchun
yoki bo'lmasa farzandingiz otasi bo'lsa-da, farzandingiz otasi bo'lsa, o'sha farzandingiz otasiga u bilan og'riqingiz bor bo'lsa, uni topmayotgan joyingiz bor bo'lsa, unga minnatdorchilik bildirsangiz bo'ladi. Masalan, sendan minnatdorman, palonchi, sendan minnatdorman. Chunki sen mana shu farzandimni, mana shu qora ko'zimni dunyoga keltirishimga sababchi bo'lgan insonsan. Shu farzand uchun sendan minnatdorman. Yoki bo'lmasam, ota-onangiz bilan bo'lishi mumkin, aka-ukangiz bilan bo'lishi mumkin. Aka-ukangiz bilan bo'ladigan bo'lsa ham, masalan, yoki ota-onangiz bilan bo'ladigan bo'lsa ham, palon oyi da masalan yoki ada sizdan minnatdorman. Chunki kasal bo'lganimda tepamda turib mana shuni qilib berganingiz uchun. Yoki bo'lmasa masalan bo'lishi mumkin, yana aka-ukangiz bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bolalik paytimizda mana shunaqa eng qadrli sen bilan o'ynagan eng qadrli daqiqalarimiz uchun minnatdorman. Xullas ichidan topasiz. Har bitta og'riqqa bitta oltini bo'ladi deyshadi-da. Baribirga ham shu og'riq bergan insonning qanaqadir yaxshi tomoni bo'ladi. U bilan o'tgan o'sha yaxshi anaqangiz bo'ladi-da, nima deydi, xotira deydimi, yaxshi hissiyotlaringiz baribirga ham bo'ladi. Yana bitta narsa bo'lishi mumkin, masalan, turmush o'rtog'ingiz vaqt ajratmaydi yoki boshqa deydigan ayollar bo'ladi. Ularga ham yozsangiz bo'ladi. Palonchi, sendan minnatdorman yoki palonchi, sizdan minnatdorman. Bizani deb, oilani deb, mana shu bolalarni o'qishi deb yoki bizani yashashimiz deb, bizani chiroyli yashashimiz deb juda ham ko'p vaqtingizni ishda o'tkazayotganingiz uchun, bizani deb o'tkazayotganingiz uchun minnatdorman. Masalan, o'sha xafa bo'lgan bo'lsangiz, o'sha bizga vaqt ajratmaydi yoki boshqa deb xafa bo'lgan bo'lsangiz, mana shuni qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana kimnidir yozsangiz bo'ladi-da. Palonchi, sendan juda ham minnatdorman. Men qiyin paytlarimda o'sha judolik bo'lganda yoki bo'lmasam qanaqadir podдержкаga muhtoj bo'lganimda yonimda turib berganing uchun. Baribir masalan, men o'ylayman, turmush o'rtoqlarimizda to'g'ri, masalan, turmush o'rtoqlar bilan bo'lishi mumkin, baribirga ham oilada bir xil payt ushib qolasiz, bir xil payt qo'yningizga og'ir tegib qoladi gapi yoki nimadir bo'lib qoladi. O'sha paytda bunday o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, lekin turmush o'rtoq baribirga ham qaysidir ma'noda konkret tayanchda baribirga ham men shunaqa deb o'ylayman. Bitta his qilib ko'rsangiz, qanaqadir joyida, masalan, o'sha ota-onangiz qo'llab-quvvatlamagan joyda turmush o'rtog'ingiz turib bergan joylari bo'ladi. Bundan ham ko'rsangiz bo'ladi. Xullas bitta gap bilan aytganda, qizlarjonlar, o'sha bizaga og'riq bergan insonlar, uni qayerdan topamiz deydigan bo'lsanglar, hozirgi kungacha o'sha sizga og'riq berib turadigan vaziyatni topasiz. O'sha vaziyatda kimni ayblayapsiz yoki o'sha og'riq sizga kim berdi? Mana shu insonlarga minnatdorchilik yozamiz, qizlarjonlar.